Har bir yangi tong, yangi imkoniyat. Har bir orzu kelajak sari qo'yilgan dadil qadam. Bugunning yoshlari ertangi kunning bunyodkorlaridir. Yoshlar ilm-fan, sport, san'at, tadbirkorlik va innovatsiyalar orqali yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. Ularning bilimga chanqoqligi, tashabbuskorligi va mehnatsevarligi mamlakat taraqqiyotining muhim omilidir. Yoshlarning kuchi nafaqat bilimda, balki birdamlik, mehr-oqibat va jamiyat oldidagi mas'uliyatida namoyon bo'ladi. Ezgu maqsad yo'lida birlashgan yoshlar har qanday marrani zabt eta oladi. Kelajakni kutib o'tirmaydigan, uni bugundan barpo etadigan avlod bu bizning yoshlarimizdir. Ularning g'ayrati, bilimi va fidoyiligi bilan yangi O'zbekiston yanada yuksak marralarni zabt etadi. Orzu qil, izlan, mehnat qil, kelajak o'zi seni topadi. Kelajakni orzuda emas, bugungi mehnat va bilim bilan quriladi. Yoshlar bugunning kuchi, ertangi kunning bunyodkorlaridir. Yoshlar bu imkoniyat, kuch va katta maqsadlar davri.